Hammaga xayrli kech. Bugun Xitoydan bir nechta zakazlar yetib keldi. Mini zakazlarimiz. Kapronlar kelgan, qizlar. Bular hammasi narichi sotiladi. Xo'p. Bir juft paypoq kelgan. Buni probaga zakaz qilgan edim. Qanaqa kelar ekan deb, kачествоsi rosa zo'r keldi. Mana bunaqa yeri yaltiroq, o'zi yaltirog'i bor ekan. Mana bunaqa etiketkalari bor. Hozirgi trenddagi paypoq rosa zo'r ekan, qizlar, kачествоsi ham. Diffuzer kelgan, bu ham nalichi sotiladi. Sitrusovый bu. Sitrusning milikatdan ancha yetadi. Tishotka qolmaganida, tishotka keldi, qizlar olib olinglar. Rosa ko'pchilik so'raydi. Tez tugab qoladi bu tishotka. Keladi, sotiladi. Bosonochka zakaz qilingan, mana u keldi. Material zamshniy. Buni ham egasi bor. Sumka zakaz qilishgan edi, bu keldi. Kattaligi yaxshi. Buni ham egasi bor, kutyapti. Kofta zakaz qilingan, ayollar koftasi. Buni ham rasm bilan qo'yib qo'yaman, kimga kerak bo'lsa zakaz qilgani. Materiali yupqa material, xuddi mana kredga o'xshagan materialdan, jemchuklari bor, yengi uzun. Buni ham egasi bor. Patinka zakaz qilingan edi, murskoy patinka. Bu ham keldi, buni ham egasi bor. Qizlar, hozir kelgan zakazlardan sotiladigan narsalarni kanalga qo'yib qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa, hechqaga yozasizlar.